Kesirvadan so'ng tiklanish uchun top maslahatlar. Operatsiyadan keyin qachon o'rindan turish mumkin? Odatda 6-8 soatdan keyin qancha erta tursangiz, o'shancha ichak yaxshi harakat qiladi, spaykerlar va tromblarni oldini olish mumkin. Operatsiyadan keyin bandaj taqish shartmi? Maxsus bandajlar sizda og'riqlarni kamaytiradi hamda ichaklarning o'z joyiga kelishiga yordam beradi. Chokni qanday parvarish qilish kerak? Odatda siz shifoxonaligingizda hamshiralar tomonidan choklar obработка qilinadi. Uyga chiqqandan so'ng ushbu choklarni toza va quruq bo'lishiga e'tibor berishingiz muhim. Operatsiyadan keyin qachon ovqatlanish mumkin? Birinchi kuni faqat gazsiz suv tavsiya etiladi. Ikkinchi kuni sho'rvalar va yengil bo'tqalar tavsiya etishimiz mumkin. Keyinroq kletchatkaga boy mahsulotlar qabul qilishingiz mumkin. Karam, sut, no'xat kabi mahsulotlar ichakda gaz yig'ishi mumkin, shuning uchun tavsiya etilmaydi. Og'ir yuk ko'tarish mumkinmi? Agar bolani vaznidan og'ir yuk ko'tarish umuman tavsiya etilmaydi. Qachon jismoniy mashqlarni boshlasa bo'ladi? Odatda boshida yengil yurishingiz mumkin. Qoringa press yoki og'ir sport mashqlarini 3 oydan keyin shifokor ruxsati bilan tavsiya etiladi. Qachon jinsiy aloqa ruxsat beriladi? Odatda loyihalar kamayishi va chok bitishi uchun kamida 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Undan so'ng ginekolog ruxsati bilan aloqa qilish tavsiya etiladi. Qaysi belgilar kuzatilganda zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak? Tana haroratini 38 gradusdan yuqori bo'lganda, choklar sohasida kuchli og'riq, qizarishlar, viringlar kelganda, qindan kuchli qonli ajralmalar yoki hidli ajralmalar kelganda yoki qorin pastida kuchli og'riqlar bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak.